Har doimgidek doimiy zakazlarimni tikib, ijod qilishdan charchamayman. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bu safargi zakazlarim va tikkan pijamalarim juda ham bir o'zgacha, boshqacha chiroyli chiqdi. Sababini esa mijoz o'zidan so'rasam, sababini esa videoyim davomida aytib o'taman. Hozir esa qaynonajonimga ovqat qilib olib borishim kerak. Ular banisada yotibdilar. Yo'q, xavotir olmang. Hammasi joyida, sog'liqlari ham joyida, faqat ko'zlariga har 6 oyda profilaktika bo'yicha yotadilar. Shuning uchun ularga tablariga kartoshka bilan qovoqni go'shtlar bilan birga aralashtirib qovurib, ziravorlar, piyozlar aralashtirib dimlab olsangiz shunaqa ham mazali chiqadi. Xonamlar ovqatni yaxshi ko'radi va yengil hazm bo'ladi deydilar. Bir o'zi bo'lib qolmasligi uchun yoniga albatta kotlet qovurdim va ular yaxshi ko'radigan joylarini damlab, отдельный konteynerga esa pomidorlarni to'g'rab qo'ydim. Sabzi aralashtirilib pishgan guruchimga kotletlarni taxlab chiqdim. Pomidorlarni ham tayyorlab qo'yib, kartoshka qovoqli jarkoviyani ham falafel va issiq sochiqlarga o'rab, siqqanatgan joylarini termosga quyib va e'tibor mehrimni ham qo'shib, qaynonamlarga, banitsalariga yemak olib bordim. Yo'l-yo'lakay yurib o'zimni ham video qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Qaynonamdan ko'rib, uyga sekin qaytdim. Qaytishimda bolalarimni ham bog'chadan olib oldim. Bir klientim o'zini bolalari va jiyanlariga pijama tikayotganim. Ikkita pijama va kombinezonchik zakaz qilgandilar. Negadir videoda ularning o'g'illarini ko'rganimda juda ham mehrim tushib qolgandi. Pijamalarni boshqacha chiroyli chiqdi desam, kombinezonchik undan ham chiroyli va shiringina chiqdi. Bu kombinezonchikni bichganimda ham juda ham maza qilib bichdim desam, tikkan kombinezonchik esa yangi tug'ilgan chaqaloqqa ekan. Bugungi video rolikim shulardan iborat edi. Hammaga xayrli tun tilab qolaman.